Keyingi bo'linmada to'lov usuli va yetkazib berish sharti to'g'risida ma'lumotlar kiritiladi. To'lov usullari. Ushbu grafaga shartnoma bo'yicha hisob-kitob shakli va muddati to'g'risidagi ma'lumotlar kiritiladi. Bunda to'lov usuli tasniflagichdan tanlanadi va ushbu to'lov usulining muddati aniq bir sana bo'lsa kalendar yordamida, aniq bir necha kun belgilangan bo'lsa qo'lda ko'rsatiladi. Bitta tashqi savdo shartnomasi doirasida bir necha to'lov usullari mavjud bo'lsa, qo'shish tugmasi orqali har bir to'lov usuli alohida kiritiladi. Shuningdek, kiritilgan ma'lumotlarni o'zgartirish yoki o'chirish imkoniyati pastdagi jadval orqali amalga oshiriladi. Yetkazib berish sharti. Ushbu grafada tovarlarni yetkazib berish shartining Incoterms bo'yicha nomi tasniflagichdan tanlanadi hamda yetkazib berish punkti to'g'risidagi ma'lumotlar qo'lda kiritiladi. Bitta tashqi savdo shartnomasida bir nechta yetkazib berish shartlari mavjud bo'lsa, qo'shish tugmasi orqali har bir yetkazib berish sharti alohida kiritiladi. Shuningdek, kiritilgan ma'lumotlarni o'zgartirish yoki o'chirish imkoniyati pastdagi jadval orqali amalga oshiriladi.